Judayam mazali, mazza qilyapman. Sizlargayam tavsiya qilaman. Barchaga salom, sizlar bilan Kompot. Bugungi videorolikimiz boshlanganidan ko'rib oldinglar degan umid qilaman. Bugungi videoda pirog, ya'ni olmadan pirog yasaymiz. Hamma bilasizlar, olmadan pirog yasab o'zimizni qo'limiz bilan. Haligi yeb o'tirgan keksim do'kondan olingan. Hozir bu yerda ikkitagina olma bor ekan, apple. Endi ikkitasini takoy olma qand qilamiz. Hamma bilsa kerak, yoshligida qip-qizil olma qand yegan. Biz shuni bugun sariqini yasaymiz, xudo xolasa. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Biz tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak. Obunachilar, hozir biz shakar olib kelamiz omborxonadan va keyin shakarni eritib, olmani ustiga tashlab, takoy, keyin olma qand yasab olamiz. Yo, rебята, mana biz o'zimizga ko'mir bilan shakar oldik, sahar, sugar. Shularni oldik, endi buni eritib yuboramiz ko'mir bilan va ozgina kutib, olma qand yasab mazza qilib yeymiz obunachilar. Men cho'ta bugun juda ham ko'p shirinlik yegim kelyapti, obunachilar. Shirinlik yeb mazza qilib yotgim kelyapti. Lekin meni pulim ozgina qoldi. Obunachilar, mana yeb oldik, pishirib oldik. Endi buni yeb ko'ramiz. Oy, yo-moyo, tishim shindi. Obunachilar, tishim shindi. Bu bizga kerakmidi? Ochib boramiz. Yo-moyo, obunachilar, hozir stomatologdan keldim va tishimni to'g'rilatib oldim. Olma qand tishimni sindirdi, qattiq ekan. Biz endi bir nimalar qilib qatdan bo'lsa ham shirinlik olishimiz kerak. Sababi juda ham shirinlik yegim kelyapti obunachilar. Sizlar uni umuman tasavvur ham qila olmaysizlar. Hozir men internetdan qidirib ko'raman, oshpaz bormi yaqin orada yoki yo'q. Sizlar videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib turinglar. Bizga podдержка bo'ladi. Hamma bilasizlar, yangi yilgacha 1000 ta bo'lishimiz kerak. Obunachilar, bizning qishloqimiz yaqinida oshpaz bor ekan. Yes, obunachilar, qishloqimiz yaqinida oshpaz bor ekan. Endi oshpazga piroglarni va hamma narsalarni yasattiramiz. Qani, keldimi obunachilar? Qishlog'imizga kelibdimi? Telefonimizni olamiz, pulimizni. Obunachilar, keldi. Menga SMS keldi. Ana, qo'y, oshpaz. Salom, pirog kerak edi menga. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ismingmi? Meni ismim Kompot, o'zingizchi? Menikida bilmay qo'yur. Nimaga? Qiziqyapsanmi? Bo'ldi. Menga 4 ya'ni pirog kerak edi. Yasab bera olasizmi qilib? Bo'lmasa nima oshpaz bo'laman? Okey, tushunarli. Mana unda menga shu katta 10 kunimga yetadigan qilib obunachilar ko'rasizlar. 10 kunimga yetadigan qilib pirog qilib berishingiz kerak bo'ladi. Puling yetadimi? Albatta yetadi. Mana pulni 16 ta izimrud, o'zi jitalik izimrud kerak. Bu boshqa gap. Sen omborxonada kutib turur meni. Mana sen qilvoraman. Ya'ni seni 10 kunga yetadigan qilib. Yo, bo'ldi, davaydi. Men ketdim, sizga ishondim. Men omborxonaga ketdim. Jitel katta qilib 10 kunga yetadigan qilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Men hozir o'zimni kerak narsalarni olaman. Bu meni uyim, jitel. Shu yoqdan o'zingizga kerakli narsani olib, o'zingiz kerakli narsalarni qo'yib, pirog qilishingiz mumkin bo'ladi. Men hozir sandiqdan telefonni olaman va omborxonaga ketaman o'zingiz yetganingizda. Bularni o'zingiz olarsiz. O'zim olaman. Okey, o'zingiz olsangiz yaxshi. Men hozir omborxonaga ketaman, o'zimga kerakli narsalarni olib. Okey, tezroq kelsa, tezroq ishni boshlab, tezroq bitkazardim. Okey. Obunachilar, mana men omborxonaga ham kelib oldim. Endi shu yerda kutaman ekan. Bilmayman nimaga oshpaz etdi. Buni bu yerga qo'yamiz va bu narsada biz o'zimizni mevalarimizni va boshqa narsalarimizni to'g'ri olishimiz kerak bo'ladi. Bularni ham tez qo'yib olib, kitobchamdan ko'rib olsam, hamma narsasini, retseptlarini, xudo xolasa Kompotni xursand qilamiz. Obunachilar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Sababi Kompot 1000 ta bo'lishi kerak. Xo'p, qani qachon bitadi? Juda ham shoshilyapman. Obunachilar, tasavvur ham qila olmaysizlar. Sababi meni juda ham pirog yegim kelyapti. Men bilan qaranglar, men bilan turishni qaranglar. Men
bilan qo'yib maza qilib yeymiz. Hozir obrachilar judayam ochman, judayam pirog yegimcha o'tdi. Maza qilib, telefon keldi. Salom. Yana bir marta salom. Bittami? Da kevur Bitta. Yo'may, obrachilar. Biz uyimizga boramiz. Wow. Yo'may, obrachilar. What the heck? Mana uyimda qaranglar. Kompot, mana sani uyingni bitkazib oldim. Senga yoqdi degan umiddaman. Sani uyingni ham, o'zini ichini ham hammasini tort va piroglar bilan to'ldirdim. Yo'may, jitil oshpaz. Albatta yoqdi. Og'zimni qarang, so'liklarimni qarang. Judayam yegimcha o'tdi hozir. Yo'may, o'zimni bosib olishim kerak. Vaza. Judayam shirin bo'lsa kerak. Mazali, judayam. Chunki mani 10 yillik tajribam bor. Yo'may, 10 yil. Da 10 yil. Wow, men bu tortni 3 qavatligini qarang. Mana ko'rmabsan, shaharda 20 qavatli tort yasaganman. Yo'may, serios. Da serios. Men bilan sirazi qo'yib olishimiz kerak va yeymiz hozir. Chunki oshpaz mazza qilamiz. Judayam yegimcha o'tdi. Qani men o'zim tutib turolmayman. Men boshladim yeyishni. Jitil oshpaz, siz ham yersiz. Wow, judayam mazali. Wow, ko'zimni oldi oqarib ketdi. Yo'may, judayam shirin. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Judayam mazali. Wow, judayam yutishimizga yesh. Davay, yedik. Masrazino. Yo'may, kompot nima qilib tashlading? Aytvoman pirog. What the heck? Jitil oshpaz, nima qilib tashladingsan? Atiga 16 izumrud evasiga shuncha uyimni va 5 dan ko'p pirog yasab tashlabsan, har xil oldindan. Yo'may. Da YouTube kanalingga chiqararsan. Mana Albatta chiqaraman. Videoni boshidan beri ekran zapiska olmay. Yo'may, obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Oshpazni mana mehnatimni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Вообще dahshat. Yetgancha kompot. Har bitta tortning o'zini qobiliyati bor. Qobiliyati? Ha, qobiliyati. Men senga bittasini aytaman, bittasini aytmayman. O'zing topishing kerak. Yo'may, men bilan sirazi yo'lga kirgizib, anaqa qilishimiz kerak. Men bu birinchisi nima? Uni aytmayman. Yo'g'i, yeb ko'raylikchi. Bemalol yeb ko'rur. Okey. O'zi o'ldirib tashlamaydimi? Portlatib? Yo'q. What the heck? Teleport qilar ekan bu. Jitil oshpaz teleport qiladimi bu? Da teleport qiladi. Yo'may, mana qaranglar, obunachilar teleport qilib tashlar ekan yesak. Ikkinchisi-chi? To'xta, bu ikkinchisini yema. Nimaga? Buni tashqarida yegani yaxshi. Nimaga? Tashqariga chiqsak ko'rasan. Okey, tashqariga chiqsak chiqaveramiz. Qani yeymiz. Bismillah. Yo'may, oshpaz ichiga tinitib tashlaganmisan buni? Aytdim-ku, sen ogohlantirdim. Bittasini aytaman, bittasini aytmayman. Da, rahmat. Mayli. Men nima bu? Buni yeb ko'rsak bo'ladimi? Da, bemalol yeyver. Bu nima qilar ekan endi? Qayerdan bilaman men endi buni? Uchirib yuborar ekan obunachilar. What the heck? Obunachi yo'may. Wow, men buni hidini qaranglar. Bay. Buni mazaliligini bilmaysizlar-da. Hozir yeb ko'ramiz. Men buni oshko'zlik qilib. Yo'may, judayam mazali. Endi men bu qizilini ham yeb ko'ramizmi, obunachilar? Judayam mazali obunachilar. Men bu qizil chellisini yeb ko'ramiz. Wow. Jitil oshpaz, seni qo'llaring aniq dard ko'rmasin ekan. Judayam mazali, judayam. Men bu tushirib olar ekanda. Men bu pirogni nima qiladi? Bilmaysanmi? Lekin menga eng yoqqani shu teleport qiladigan bu. Da, menga ham yoqadi. Men buni yesam bo'ladimi? Da, yeyver. Buni qobiliyati yo'q ekan, shunaqami? Da, qobiliyati yo'q. Yo'may, вообще yoqdim.
Judayam mazali. Qo'llaring dard ko'rmasin, ey. Rahmat, bir marta tur. Mana bu creeperlar nima bu? Kompot bo'ldi. Bularda hech birida qobiliyat yo'q, faqat 3 tasida bor edi. Qolganlarini mazza qilib yesanglar bo'laveradi. Ha, yo'q-ey, qobiliyatsizmi? Da. Endi men bu ishni 10 kun emas, 1 yilda yeb bitiraman. O, jitel. Da, 1 yilda. Obunachilar, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezroq mingta bo'lishimiz kerak. Xayr.